Hozir yasam olayotgandim, operator aka o'zingiz ko'rsatib tura olmasdi azizlarimga. Bunaqa chiroyli uylarni shart ko'rsatib yuboring. Azizlarim, uyga e'tibor beringlar. Mana shu videoga kimda kim inshaalloh deb yozib ketsa, Allohim g'oyibidan berib qo'ysin shunaqa uylarni azizlarim. 6 sotik shunaqa ham shinamgina zo'r lokatsiyada azizlarim. Vilqsimda azizlarim, Vilqsimdan Stalindan juda ko'pchilik mendan so'rar edi. Mana shu videoda albatta bunga podelitsiya qilib yuboringlar. Zudlik bilan sotish kerak. Unaqa qimmat emas azizlarim. Azizlarim, uyni polni ko'rdinglar, juda ham shinam uy, fayzli uy. Azizlar, kelasizlar, prosta yasha olasizlar. 6 sotik plus 8 xonasi plus uzun 18 metrlik koridori bo'lyapti azizlar. Letniy zimniy kuxnyalari, mana yerto'lalari azizlar. Ularni kelganlarda akamiz qo'linglardan yetalab yurib chiqib, olib kelib ko'rsata oladi azizlar. Narxini ko'p kutirmasdan sizlarga ayta olaman. $139,000 yana ozgina kami bor azizlar. Ochiq ayvonlarni hisoblamadik, o'zi juda ham ko'p. Bu yerda bir 15 xona qilib olsangiz bo'ladigan, ko'ryapsizlar. Keng eshik ko'rinishi bir 8 sotikni beryapti. Lokatsiyamiz Vilqsimda azizlar. Hozir adreslarni ham to'shna qilib sizlarga aytaman. Hamma kommunikatsiya bor ekan bu yerda azizlar. Maza qilib yashaysizlar. $139,000 yana kami bor. Bunaqasi qaytib uchira olmaydi. Albatta kelinglar, telefon qilinglar, shu uyda olinglar, sizlarga yelindim. Azizlarim, zo'r sena, $139,000 yana kami bor, yana varianti bor. Qanaqa variant desanglar, bir xonali, ikki xonali domlar bo'lsa, dom berib pul bersanglar ham bo'laveradi ekan azizlar. To'kis zudlik bilan mana shu videoda chiroyli, shap tayyor uy olaman deb yurgan qarindosh urug' qo'ni-qo'shnilarga albatta podelitsiya qilib olinglar. Azizlarim, uyni bir burchagiga joylashgan ekan, qaranglar. 50 litr, 100 litr letniy kuxnyamiz dediku, tandirxonalar azizlar. Mana sanuzullarimiz, hojatxonalar azizlar. Polni domdaqa sharoit ekan. O yerda bir darchamiz bor ekan azizlar. Ko'cha tomonimizda, ya'ni orqa qo'shnimizda 1 metr joyimiz bor. U pajarniy xot ekan azizlar. O yerda darchadan chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Uyni ko'ryapsizlar azizlar. Juda ham keng uy. Shap sotamiz azizlar. Zudlik bilan $139,000 azizlar. Bilasizlar, bir 200,000-220 minglik uy bu uylar. Hozir lokatsiyasini ko'ring-da. Adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, asha hamma bilgan Vilqsim azizlar. Juda ko'pchilik so'rardi Vilqsimdan. Esli navigator bilan kelaman deydigan bo'lsanglar azizlarim, Ermanov Mirzash ota ko'chasi deb kela olasizlar. Azizlar, ko'ryapsizlar. Mana shu uyimiz o'zi mahallada bitta bo'lib turibdi. Juda ham chiroyli. Navigator bilan kelib o'zingizlar topib olasizlar. Qaranglar, mahalla keng azizlar. Gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Juda ham uy zo'r uy. Zudlik bilan sotish kerak. $139,000 yana kami bor deyapti azizlarim. Telefon nomerlarini yozing. 0555 bilan 08 20 60. Qaytaraman, 0555 bilan 08 20 60.